Malibu'nun ishqibozlarına srochli shu videoni tashlab qo'yasa bizlere yegadan Malibu geldi. Yegadan shunday sotiladigan mashinalar olsa gelsangizlar shunday deb ajratib beraman. Xudo xolasa ega bilan egani uchrashtirib beramiz, aloqa chiqib beraverasiz. Sizlarni 12 YouTube, Instagram kanallarında kutib qolaman. Mashinani ko'rib tursangiz sostanasi 100% tekshirib ko'rib olaverasiz ekan. В общем, kras yo'q deb aytdi egasi. Bir qator ishlarni ko'rib beramiz. İşlerini gördüğünüzde kuyuna. Bana qarang, bu Malibu 1'ni mexanikini full pozitsiyasi bo'ladi. No'g'adanda lyuklar ham bo'ladi buni. Bu tabloga qarang bu. Kiltini berib turasizmi? Kiltini Cobalt'nikine o'xshab ketadi ekan. Yine. 221 ming yurib turgan ekan avtomashina. Bu taraflarida hech qanday o'zgarishlar bo'lmagan. Çixolları korunli bo'lib, xo'sray bo'lib turibdi. Eng qizig'i ham meri ishlab turibdi. Uni teyinda haqiqiy dinozavr bo'ladi. Metandami, nima bu? Benzindami? Umuman qo'yilmadi. Metan qo'yilma. Shu vaqtgacha metan qo'yilmagan ekan. Yine ko'rsanglar bo'ladi. Furqatan bunda haqiqiy dinozavr turibdi uni teyinda. He? Böyle turibdi, qara. Böyle turibdi bu. 2.4'lik motor bo'ladi, doğru mu bu? 2.4 atmosferli bo'ladi. Benzinlerinin arkasından bir açıp berik, görüp berik. Kız kop turgan bo'lsa aloqa chiqib beraverasiz yine. Hop. Bir chamadan nima bor bunda? Pul bormi ya? Chamadan pulu bilan. Qaranglar. Singan pullardan mı? 4 yıl hafta savdadan da bulsalar sikket berediler. İyi kızık al sizlere pulunu aytıp ötemem. Pulu. Bana qarang ağa bunu naqd mı? Neçə edemiz bunu? Naqd. Barter bo'lmaymi? Barter yok. Naqd oluğu gerek, he? Naqd eğer barter bo'lsa o'zimiz ishlab olamiz. Kelaverasiz, xudo xolasa 4 yil hafta savdo adres so'raydigan bo'lsangiz, Qaroq Bostar Respublikasi 4 yil tumani Innoviskini yonida ko'rib tursiz, shura kelaverasiz. Pulni aytib o'taman, puli 115 million so'm pul. Ikedan gap turibdi, masha aloqa chiqib beraverasiz. Malibu 1'ni ishqibozlarni sroch tashlab qo'ysa, videoga birdan like ni bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar.